Agar maoshini deb ishlaydigan ish bo'lsa, shaharda ishlagandan akamga ishlaganim yaxshi menga. Jiqroq pul berdi. Beshim ajab qatdi. Amsa shirkat qurma deb o'zingga besim quvog'ichi akaning yoniga berib ishlabdi. Ishlamayman Farida, ishlamayman. Ams kundum işte ochiq yutib kun o'tkazamsa. Lekin sen ishlamagining bilan men ishlayman. O'qish bitirib qaytib kelgandan yanqisi men nima ish qilish to'g'riliq ko'p o'ylandim. Sen bilirsen. Anam özünün kesilini davolatmay meni o'qitdi. Endi men pul tepib anamning kesilini davolatishim kerak. O'qituvchilik imtihon beray desam, o'tgan taqdirdimi boshqa yurtga bo'linib ketib qolsam anamga yaqin turaman ekanman. Men nechoqdan beri to'rdan xizmatchi oldigan bir qancha shirkatlar o'qishdim. Qiladigan ishi u menga mos keldi-ki, maoshimi bo'ldi-ki. Lekin yotoq bilan tamoqqa ega olmaydi-ki. Uyimiz yezdi tursa, u yerga berib kelib ishlash bek absiz. Shunga nima? Shunmush choyxonada ishlaymi deyman. Nima? Bu choyxonada nima ish qilsa? Kutkuchilik qilma. Bu choyxonada akamning tonishi bor-ki. Bo'pti kep ishlasin, yotoq tamoqiga ega bo'lib, oyliqiga 2000 qo'y beramiz debdi. Endi menga texi kep deyish baxmidim. Shu bugun ko'rib boqqach keldi. Şunu meni mishada ko'rishli deb ekansan-da. Farida, sen Ravrus bir oliy maktabdan bitirgan qiz. Bu yerda ishlasang qanday bo'ladi? Bu yerda ishlasam nima bo'pti? Buning hayron qolgandek nimasi bor? Tova. Kötüremizsen sangıltı val deb, men üzemden paysını koruyamazsam manim deb yürüydüm-de. Hey, oylanıp gap qil Farida. Kütküçü buluştun numus qilmamsa? Oy, men o'ylanib gap qildim. Nima ish qilishimizdan qat'iy nazar, halol emgikimizga tayinib topgan pulning numus qilgandek nimasi bor? Sen numus qilmagan bile, men numus qilaman. Bu deganing faqat to'g'rimidi Qaysar? Biz har 2 yilimiz dehqonning bolasi. Endi cho'ng shaharda o'qidik debla aslimizni unutib qolsak bo'lmaydi. Men aslimizni unutib qolali demedim. Bu ish bizga mos kelmaydi deyapman. Amsi mos kelmaydi deb uyda o'tiramdimi? Mos kelgan xizmat chiqqichi ishlab turmanda. Yo'q. Bu yerda ishlasang bo'lmaydi. Nima ishqa? Hey. Men do'stlarimning oldida o'zim xil Ravrus sanab yuradigan odam. Qaysardan yurgan qiz oshxonada kutkichgan degan gapni anglashda men numus qilaman. Shundoqmi? Men seni endi tushundim. Mendan numus qilgan bo'lsang, cho'ng idorada ishlaydigan qizdan birini tepib ol.
3 gün bo'ldi telefon qilsam ya olmadim. Ündidarda gap qilsam unig'im javob qaytarmadim. Shu menmi bizga yaxshi bo'lsin deyman emasmi? Feride, 3 gün bo'ldi telefon qilsam ya olmadim. Ündidarda gap qilsam unig'im javob qaytarmadim. Shu menmi bizga yaxshi bo'lsin. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bolam, nega mangdın? Chiqib oynab kiray dada. Kech qolmay burroq kelasan, ha? Ma'qul. Vay. Necat adaş, vaqting bormi? Ha, bir ko'rsak koptika ichim bek siqilib ketdi. Ha. Ma'qul. Da xo'ja, vallahi xo'ja. Xo'ja. Adaş. Ben Necat'cı benim üzerinden en yakın ağrıyınızı. Necat. Ha Qaysar adaş. Ben Peri'den ağrılıp gittim adaş. Meni hiç kim qo'llamadi. Xo'ja, Bu ish bugün adaş ben Hoca. sokakta ya. xo'ja. Bolam, kechamizni uy kirmidin go. Nega bu odam? Shu shaharda do'stlarim bilan tomoq yegan. Kech o'p ketib, Nejatni yog'ini meni qunab qolgandim. Xabarlandirib qo'ymidin go. Telefonimning tugtigib ketib, Oğlum, telefon qilsaq telefoningiz itek. Kecha yilikilar, mankilar deb ufilmay o'rotdik balam. Edemni bir ensiratmisiniz bulmamda. Tas qaltiq saqchiq ma'lum qilgina. voy. Men ya kichik olamsan. Shu cho'ng'ulab qoldi deb ko'zanga qaraganini bilmay yotsa.
Assalomu alaykum. Va. Necha tanishqanday ahvoling? Yaxshi adashib turibman. Yaxshi, yaxshi. Adash, bugun Shadiyaning tug'ilgan kuni. Ha, O'tir bilan bir tug'ilgan kun kutib beradigan. Saboqat ish beradi. adash. Ma kechda uyga yenib kelish sal apsiz bo'lib qoladi ekan. Men bormay turaymi ekan. Kamsan, ko'rib kelishmi? Kech qolsam, kechiklik biz o'yin kirib bu demasmi? Cho'qim keladi. Ham yaqin odamlarni chaqirib, o'rni to'plar e'tirozni tuman daryo ayirmasdan. Ham yo'lini qarayman. Ma'qul. O balam. Şu şehir kırılgan mühim bir işim çıkıp kaldı. Pulunuz tügetdi de. Üç gün işkiz koy bergendim bu. Tügep oldu şu. Ayavra heclancım ha balam. Mendim bunca köp pul yok. Ma'qul, ma'qul. Ha? Yana bir qog'oz. Rahmat. Emis ben chiqib kiray, ya? Balam bek kech qolmangcım ha. O'tgankidek shu qolmisan. Ma'qul, ma'qul. Bek kech qolsam enzimam, ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Bo'ldi, rahmat. Oladır. Hoş hoş ya vallahi. Tug'ilgan kun oldi. Başınız mübarek olsun. Sizlerle boyu. Hadi ish qo'ying ha. Hoş ya. Qaysar ichilib o'tiradi adashi. Nima bo'ldi? Bu yaxshi. Ya ilangla. Bu MD 15 kirdi emasmi? İşin tutamız yani. İsul cuma ballarning kayfiyati yaxshi ekan. Tutalsam juda adash, ma'qul ushlash qilma. Ya vallahi yeb ichib o'tiraverdik falan. Pısı oynamayalım mı? Ashtaqilli adashi. Qo'ya adash musikini.
Vallahi akım ketdi men. Yana yuray. Çıkar başına. Kaysarcan bir yak çıkarttım ha. Ya, akşam sen ekip koygan böte öyle uxlavadı. Dada. Hazır bana Kaysarjandek adam bek lazım bulup atıdı. Ben onunla bizden hemkarlık kooperatifide işle dep şunca desem, benim o gipim onun kulağı fakat kirmedi. Onun içi kirip çıksam, akam bana yardım kılmadı dep kosuğda bir munca gumu var. Onun üstüge anam onu bek kanat astık ep gidiyordu. Mandak gidiverse o taptın çıkıp gidiyordu. Şuna onun çığırak yapıp koysan optu eken dada. Men onun meňişdirişiga dikkat kılıp bana. Endi öýdün aýrylgynyga bir neçe ýyl bolgandan keyin mehman kişidek ulap kalar eken adam. Ona demeli olsun dep gözüge kirişipmi dep. Min kımmasa kiçikden yani kişiligi var eken. Ne onunla gep kılay. Sen işinge kiçik bolsaň men eýle. Maqul, emsi men işime gidiverey. Makul. Hoş. Balam, Mekke, nesletmişlik şu var. Karısam, birkaçlıkta işim pişip gitti. Akşam anlasam, yazılık otur mektaplarga bir tutaş imtihan arkalık okutkuş kabul kılıdı ki. Şunun katmış bakamsın ya. Dada. Mening o'qituvchi o'g'lim yo'q. Emese et yazılı kaçılık saklap memurlukka imtihan be. Uning ham qatnashqim yo'q. Unungumu, bunungumu, onu musan? Akanın kooperatifinde işleşmeye halı mısan? Emese özümünle satay, felicik bulgaladı. Kotandaki ulak karnımı satay. Ananın azrak altın zıbıznetleri var. Onu mu satılı? Kemkaga yerige uruk tıkkan mahalli köyden kazalılar. Bizge mi hiç kupuduğanga bir makan çıkıp kala. Şundak kesak bolamdı bula. Dada. Tani gap qotamsa? Seni kımmeden balam. Sen halkaralık çoğun şirket kurmakçı emesmiden. Sana şirket kurup kuruşuyon. Muşundak kımmaktın başka hiç kandak çarem yok miden balam. Dada. Men unda demedim. Lekin Dervaka kaymakam türmüşüp azrak pul taptı. Aldı bilen kayazın töledi. Onundan keyin yezimizden sahavet işleri için az bulmagan pul kaydı da ma öyünün kuruluşuna yardım kıldı. Hem de kooperatif kurvadı. Akanın koludu mu yık bir nersi yok. Akanmış işlerini kılışta nurgun cepatı attı. Birer ademge yelinip mi bakmadı. Kasımcan akan muş çoğun öyünün dehancılıkını zimmesini elep muş öyünü pikirtivadı. Birer ketim mi vaysap bakmadı yok. Oğul bolu degen bana muşundak bozu boludu. Men bu iki balandan şundak razı ben. Dada. Oğlum, ameliyette kaymakam senin geminle hemimizden bekrek yavatıdı. O teyyatamakını yüzüp koyuştan
tamak içini ügütüp koyuşunu evzel dep qaravadıdı. Aşındak bolganda sen aç kalmaysan. Gipin güçkendin mi? Tushundim. Oğlum, sen putunun uçunlu gömey, jirakla nazar sal. Akanının seni kapıra atıp da işle digine, mengumul işli kıl digine emez. Her işte bir hikmet var. Sen yaratmagan aş kapıra atıp, seni nurgun, yaxşı fırsat bilen teminleş mümkün. Menimce akan bilen işkinla birleşsenla, sizler yenilmeydigan hiç kanda kıyınçılık kalmaydı. Uzun ötmey şirket kuruş arzuyun emelge eşip kılış mümkün. Bala, sen bizim aileden çıkan birden bir âli malumatlık adam. Senin de oğlun boğallıktan takıldı mı? Sana işini ben. İşencimni yadı koyma. Bo'ldi, gap qilmadi da. Men ozroq fursat bergin. Men bir o'ylashay. Makul balam. Kağınla üzen oylangın. Men chiqib oylanib kerak. Yürü ukam. Bana kaç paranı şaydı? İçinden pişiyotkanlığını bileyim he. Hem de neçe yıldan cepat attım, okudum, âli mektepini bitirdim. Hem de oğandığımı bana işenmemsizler deyişin mümkün. Lekin, beş kolunu bırak eğizgi tıkkıl olmaydı. Çünkü bu işini asta bir kademden mağmısak olmaydı. Farida, ben sana bir gapni dey. Ben akamla hamkorlik kooperativida ishlaydigan bo'ldim. Ha, ma'qul.
Yaxshi turyapti. Yaxshi o'zingchi. Hamma yaxshi. Ko'nglingni og'irtib qo'ydim. Xafa bo'lma. Men ishchilik qilib qo'ydim. Sen meni kechir. Oy. Bak dada. Toyga bordigandek yasib ketibsan-ku. Chaqqan bo'lma, vaqt kechib qolmayli. Senin konumu da tutuyorsun ha bana. Bu mesela bağımlılıktı. Voy dada, sen bormisan qandaq bo'ladi? Tog'dek dadam bor deb, maydamga kelib yuribsan. Şeftallık mı kadarsın? Ana, sen billi borgan bo'lsang bo'ladi. Ajab unimay ketdim. Voy balam, manga nim bor. Ma dadam borgandikin bo'ldi. Men ham ishlarim bor deb qilib olay. Qosimjonmi bugun bozorga ketibdi. Balam, uning ozroq sodliqi bor ekan. Ukangdan ranjima. Ma'qul. Emas berib kelaylik. Ma'qul balam. Shura dada. Hoş. Bekrahun! Uy Bekrahun! Ay kopap gittim ben gün şu oldu. Tova. Ay Bekrahun! Amit kımda yatkındı. Ay ben bir şey kalkamay talağa çıkmadı kopakla. Ne oldu? Ne mi da? Kasılda vurdum abi. Ay ekşimi muşundan lay gazellik mi kuhlam da bakçıya. Hı? Kopakla veya kopap gittim lan. Ekşi okuz babam mı gen? Ne mi da kürük tukuda kotulda alsa var peşimden baktı. Yettin lan, kuhlanla. Sınlığın muşunda lakvalık aldap kalgan günümüz muşu. Yettin lan Bekrahun. Meni laqva deb tilavat etsetine. Ha? Yine bak kulak mulaklarından o çıkırıp etmeyle. Ne ben etigende kasırda bedemden beşine artıdım hava. Ettigende deydi, vay gün şu oldu. Masıldan başka diyhandan hepsi etizlikle berip oldu. Bekrahun kopanla onda kımmanla. Hey, ben sana da koyay. Mening muqum çıkıdığan maaşım var de meninki. Şunu ben hatırcam ıslayma. Kada gep bağma. Tova. Muaşım dep ketkendim ana. Vay masılın uğurluk kalığıma hükümet hiç amal kılanmay. Bizni açkamısın dep bergen it töven kapalet pulu emdi maaş öp kettim ha. Ma öydüme yani mıdırlap tuğumsam onu karab otarsak aç kalamız Bekrahun. Ya Allah. Benim ma rahmetli kaynattan ma öyünü sep koyaptık ya sizlerle bizge. Aslında kunağlık kalgan bolsan iç evallarla tek taladım kalıdık emez bize. Nimunda tolu gep kıldı. Hey sen tağı mening maaşımda tağı köz kılmaydı eken sen de gidersen tağı. Sen mening xotunum turab. Eliki mening ılık düşmanlarımda gelip kettin ha sen. Ha? Ay boldu. Ma meldik var o hem adam kent faaliyet varken de yuguruşup kitip arada. Sizin bir ekşi oğan ki kupa bir baksanlar ne mi yaxşı işli var. Elbette bizim tigip kaladı şu işler. İsit. Mani qarab. Hey, yana tağı qiyinchilik va oyliklarga bakadim pul taqatgan bo'lib qolmasa yana. Astagfirullah. Bunda qaldiroq demaysan dema. Bakalım şimdi yerken ismek şüphe. Bakadim shunday vaqt sen yurmaysan. Tenişlinglar. Yig'inni boshlaymiz. Bugun biz yezimizda tunji bo'lib qurilgan Bo'ston dehqonlar hamkorlik kooperativini tabriklash oldida o'tiryapmiz. Oldi bilan men bugungi bu faoliyatimizga qatnashgan rahbarlar va mehmonlarni tanishtirib o'tay. Yezilik partikomining sekretari, van sekretar. Yezi boshlig'i Arifjon. Muavin yezi boshlig'i Jangshin.
Abdunum rayından kentimizge düşken hizmet korpusunun başlığı Ahmetcan Tursun. Hizmet korpusunun muavin başlığı yoldaş Liyin. Gide kızın kaçalayla. Hem de yedi meclisi Gültakap Oltağallar'ını tanıştırmışsam mı? Hem ola ondan bilisler. Ola kentimizde Bostan Dikalla Hemkarlık Kooperatifini kurup hemmimizni huşal kıldı. Şundakla yüzünü yoruk kıldı. Hem de Ezilik Partikonunun sekreteri Van sekreterini iki kız söz kıpırışkı teklif kılaylı. 同志们，今天我乡土库曼村有一件值得高兴的事情。首先，请让我代表乡党委、乡人民政府，对土库曼村成立波斯坦农民合作社表示热烈的祝贺。当前，我们按照自治区党委和人民政府统一安排，鼓励广大人民群众发展合作社。 建立合作社的意义在于团结群众、整合资金、增加收入。对于任何形式的合作社，政府按规定都将给予一定的帮助。我们乡党委、乡人民政府希望在我们乡成立像波斯坦农民合作社组织，并给予大力支持。恭喜你们！ Hem de izimizin başlığı yoldaş Arifcan Tursun'u Rahon, kechib qopchilamasman. Kechikma. Sal burun kelgan bo'lsanglar, maydondagi qizil gul taqab, silim sariga chiqib qo'ydi. Yo'ldoshlar, biz dehqonlarning hamkorlik kooperativ qurishini tavsiya qilamiz. Sizni boldi kepsizlar. Ijib sizlarga taqab qo'ymabdi-ya, bunga. Qo'shar yo'qlar shular. Tegishli yordam qilamiz. Da'vat Shunga yezliq partikom hukumat muzokara qilish orqali Bostan Dehqonlar hamkorlik kooperativining qo'tan qurilishiga dastlabki qadamda 10 moya ajratib berishni qaror qildik. Biz yana Bostan Dehqonlar hamkorlik kooperatividagi yo'ldoshlarningki dastlabki plani va iltimosiga asosan ularning qo'y, kala boqimchilik bilan shug'ullanishni qo'llash yuzidan yezliq partikom hukumat yuqori bilan aloqalashib 300 ming yen hal qilib berishga jiddiy yo'l mengayotimiz. Bu pul pat yaqinda Bostan Dehqonlar kooperativdagi yo'ldoshlarning qo'liga tegadi. 30 ming koy dedimi? 300 ming koy dedimi? Sarang, 300 ming koy deydi. Ya şu 300 ming koy ishkimizga bilet bersa bo'lmadimi? Xudoyim. Sarang bo'lib qoldimi ya? Mübarek olsun, balam, mübarek olsun. Rahmat dada, rahmat. Neçe vaktin birisi olan sonra işlemeye düşürmekten. Bugün hemkarlık kooperatifini kurup, şunda hoş kılıp ettinler bana. Qo'llig'ining ko'pdan ko'p rahmat dada. Rahon, aşı yezliq hukumat 300 ming koy pulni aşı qiymiga bekadin bekad berib o'tamda. Anada cho'qim bir gap bajma anada. Ya Taxut, bizning ko'nlarda suv soyga oqidi, pul boyga degan gap bor. Ay qiyma 300 ming koy pulning 30 ming koyni men ba'zi bo'lmamdi deyman. Ha? Sizlar ko'ni xo'shni olgan ekan, qiymiga berib danglar. Sizga mazdaq berib o'tamda otaka, ha? Danglar berib chiq. Ha. Bekraxon, nima bo'ldi? O'tirib bilib uxlatamdiq nima? Yig'in tugil ne var? Hashimjo, Ha? bizga bir bagidek oz to'la pulmi yo'qmi? Da'vatgan gapini. Sizlar al qiyma qo'ng'ish, unda bir hamkorlik kooperativ quringlar. Mana shu chaqda pul degan oldinlarga tonnalab, vagonlab keladi. Kooperativ degan nima? Sarang odam qurdi, sarang. Ko'rmi taqa? 4 kundan keyin bir-birini qancha ichishmasa, ma Bekri degan ismim nima? Yo'tkitman. Da'vatgan gapini. Oğlum, asıra kaydıgen
Ma'qul da. Bu men mashina edsam qo'rqib ketadi ekansan. Ravon bo'lgan bilan yo'lda xomsan. Ensirayman bular. Ma'qul, astra qayda. Shu akam dadani operativ tezroq kel deganda shunga. O'zingni anglading bilan. Akangning buningdan keyin qiladigan ishlari jiq. Sen onun putuğu tut, puluğu puluğu. Her gün kalkıştık koymadı cuma. Hatırlayacağım oldu da. Ben akam bu verdim. Akanın zimmesiga yoğun bir tağ yüklendi. Doğru dedim. Hamkorlik kooperativ paychilarning hammasi pullarimni ishinib akamga topshirdi. Ular oxirgi pullarning hisobini akamdan oldi shu. Tamamını sen isteylet Cuma. Bizim işimiz abraş. Kane. Kane. Elana. Yez başlıklarına kilemdikin desem, ula işimiz bek aldıraş dep onu mu de. Karıgandı bu göçne yüzümüz yaratıldık almış şey. Kane. Elana. O bulakla. Elana. Banazi. Ha, rost. Aşımaxı bilan kent tushgan kader Ahmetcan Tursunga deb qo'ygan shul kep qolarmikan? Hatırlayacağım bununla. Ulu kelse kazandı yani göçba. Kane. Bundan olsa alın. Ag'ila. Shu bizning hamkorlik kooperativimizning ichilish murosimiga karomat qizib ketdi jima. Shunda. Voy, elga Arif degan elga yez boshlig'imi? Bo'ladigan odamka. Aha. Voy, keskin gapini qilib aytadi. Hukumatninki qo'ton qurishligiga buncha viloyat jiq ya ajit sipirishni faqatla o'ylamabdi ekan men juma. Ular taxi 300 ming koy hal qildiramiz deyapsan. Nima degan yaxshi gap bor. Shuni deb. Arifcha yez boshlig'ining og'ziga borg'o men. Zaten navasib qo'yib kelyapti juma. Ağilla. Hem de o gipimki işlengensizler. İşendi, adaş işenmemdigan. Dastlablar biz ras ensirab qolgandiq. Ming bir japa topgan pulimiz yo'qolib ketamki deb gap qilgan. Hukumatning bunchalar qo'lishini kim bilsin deysizlar. Ben sizlarga dedim-ku, bu hamkorlik kooperativini qursak, birinchidan hukumatning tur mablag'iga erishimiz. İkinciden siyaset jihatdan qo'llashga erishimiz. Sizlar yaninglardan bir punchdan chiqolmay turib, hammangni jurga olib ketdinglar-da. Ag'illa. Endi bu hamkorlik kooperativimizda qo'y qilili baqamda. Bu tör oblağı. Hukumat 300 ming koy pulni bersi var, onun qo'tan qurilishini boshlaymiz. Qo'tan bitgandan keyin uni ichiga 500 qo'y qalalarni solaymiz. Undan keyin mana shu aqasimiz o'tirib, obdan muzokiralashib, hukumatning siyosiga mos keladigan. Hukumat mish mablag' jihat qo'llaydigan mish taraflar turib bo'lsa, qilaveramiz uni. Sağ doğru dedi. Bu hamkorlik kooperativimizning tijorat doirasini asta kengaytib taraqqiy qildimiz. To'g'ri. Ras qiymadash. O'sh qo'tan qurilishiga mablag' hali o'g'icha nima ish qilay dedinglar? Men hozir mush gapni demoqchi edim. Bu mablag' qo'limizda turib qolsa bo'lmaydi. Buni aylantirishimiz kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'ldi. Ben nega kelay? Keling. Keling, afkam, keling. Keling. Qadir akamni mushaylam akasanlamamda. Birdan gapini anglamamda. Shuni deyman. Ben shuncha tutib olsam, unimi de. Ag'illa, bu gap bilan bo'lib ketib, men go'shtni yana muziltibdi-ku. Ha? Elinglar beraber deymiz. Elinglar. Kasajon, sen mi cho'ng alafka? Bizning yana qiladigan ishimiz bor. Ma'qul. Bir sakkiz. Qildim tamam. Zod ishongan ben juma qiyim degan bir 10 yilni oldi bu tutishdan bilan 40 tushirgan nimiti shakarda. Endi o'g'ancha tarashib ketgan ko'rmaysizlar. Onun taraşı 5 günlük deyme. Aldığımızda önümüzde ha. Savut, Eysa, Nasir, Ubul kimdikiler var o. Bir de uçtu bile o. Ertesi gün pul tarışıp kança çıkıp gidelim onun için bile de. Bunlar bak Ubul var o. Yama eskrim abi. Ağayla. İki qo'chqonning beshi bir qozonga patmaydi. Beshining qanday ola gitti. Oy. Kuzang ashlab qo'chqa kirdib ketdimi? Azizane diyorim var. Vay. Hashtag makam
jonim